Poyezdlarimiz hamma tayyormi? Siz tayyormi? Biza tayyor. Ha. Siz tayyormi? Ha, tayyormiz, ha, xotin. Poyezdlarimizni jang maydoniga chorlaymiz. Qani kelinglar, kelinglar. Birinchi raund. Voy! Ha. Osmonda qushlar uchganda Voy, to'xtang aka, to'xtang. To'xtang. Sochidan tortish yo'q, to'xtang. Yanga birinchi raund tugatib endi. Voy! yo'llarga Xotin yaxshimisan? Nima sochidan tortding? Yig'lasin-da sochini. To'lkalari o'xshaydi. Emotsiyada bo'ladi. Normalmi xotin hammasi? Menga qara. Qo'riq batonim cho'kib ketyapti. Ha, suv ichasan. Oy, dadasi ko'zim achib ketdi. Yo'q, no'sin bor-ku, o'zim. Presliga jangining kulminatsion nuqtasi. Ikkinchi raund. Fight! Yomon xotin. muhabbat yig'lama yoningda o'zim bo'laman yig'lama muhabbat yig'lama Birinchi o'rin sohibasi Ustini xotin. Xo'sh, Ismat aka, xotiningiz boshida zo'r urushib o'tirgan sochidan tortib, nimaga mag'lub bo'ldi? Xotin nimaga mag'lub bo'lding? Aldadiman ustining xotini. Nima deyaplar? Stoykada urushaman degandi.